Sobir ismining ma'nosi. Sobir ismi arabcha kelib chiqishga ega bo'lgan o'g'il bolalar ismi hisoblanadi. Uning asosiy ma'nolari sabrli, chidamli, sabr-toqatli, qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan inson. Irodasi mustahkam, matonatli kishi. Ism arab tilidagi sabr so'zdan olingan bo'lib, sabr qiluvchi, chidamli degan ma'noni anglatadi. Shuningdek, islomiy manbalarda bu sifat Ayub payg'ambar bilan ham bog'lanadi, chunki u sabr va matonat timsoli sifatida tanilgan.